10 yıl burun ve bugünümüz. Aptori Dr. Memet Emin. Buningdan 10 yıl ilgari vatanda minglarcha insonning o'lishi va 10 minglarcha insonning tutqun qilinishi yuz bergan bo'lsa, bugungi kunda vatanda millionlarcha gunohsiz insonlarning tutqun qilinishi va sanoqsiz begunoh insonlarning maxfiy o'ldirilishi yuz beryotidi. 10 yıl ilgari vatanda xalqimiz Şovgandagi o'yinchoq zavodida o'ldirilgan begunoh insonlar uchun ko'chalarga chiqib, o'z noroziligini bildiradigan bo'lsa, bugungi kunda vatandagi xalqimiz hatto ovozini chiqara olmayotidi. 10 yıl ilgari Xitoy hukumati nuqtaliq jazolash siyosatini qo'llangan bo'lsa, bugungi kunda Xitoy hukumati umum yuzlik jazolash va jismoniy jazolash bilan ro'yi jazolashni birlashtirish siyosatini qo'llanayotidi. Bugungi kunda Xitoy hukumatining Uyg'urlarga qaratgan bu qirg'inchilik siyosati yolg'iz lager va turma ichida cheklanib qolmay, lager va turma sirtidami keng ko'lamda elib berilyotidi. Lager va turma ichida jismoniy va ro'yi qirg'inchilik siyosati yurgizayotgan bo'lsa, lager sirtida madaniy qirg'inchilik siyosati yurgizayotidi. Uyg'urlarning milliy kimligini tamoman yo'q qilishga urinayotidi. Umuman qilib aytganda, Xitoy hukumati Uyg'urlarga qarata keng ko'lamlik psixikalik urush e'lon qilgan bo'lib, o'zining shu qattiq siyosatlari orqali Uyg'ur millatini qaytadan loyilab chiqishga, qarshilik ko'rsatganlarni eng ig'ir usulda jazolab, hayot qolgan Uyg'urlarni ruhiy jihatdan qiynab, ularni nafas oladigan mashina odamga aylantirib, o'zining orzusi bo'yicha kontrol qilishga urinayotidi. Buningdan 10 yil burun muhojiratdagi xalqimiz burunqiga nisbatan keng ko'lamda uyg'onib, da'vo burunqidan bir baldoq yuqori ko'tarilgan bo'lsa, 10 yildan keyingi bugungi kunda muhojiratdagi xalqimiz texmi keng ko'lamda uyg'ondi. Da'vo sepiga nurg'un yoshlar qatildi. Tashkilotlar burunqidan ko'paydi. Da'vo texmi kuchaydi va har xillashdi. Buningdan 10 yil burun muhojiratdagi xalqimiz 5 iyul qirg'inchiligiga qarshi norozilik namoyish o'tkazgan va ko'pinchimiz vatandagi urug' tuqqanlar bilan bo'lgan telefon aloqa va o'zaro bordi keldining baldiroq asliga kelishini kutgan bo'lsak, 10 yildan keyingi bugungi kunda biz o'xshashla Xitoy hukumatiga qarshi har xil norozilik faoliyatlarini o'tkazib, lagerning baldiroq taqilishini, lagerga so'langan millionlagan urug' tuqqanlarimizning baldiroq erkinlikka chiqib, oilasidagilar bilan jam bo'lishini va normal aloqaning asliga kelishini kutyapmiz. Matbuotlarda e'lon qilingan va Uyg'urlar orasida eqib yurgan uchurlarga asoslanganda, lager ichida ig'ir darajada jismoniy va ro'yi jazo mavjud bo'lib, jismoniy jazo tufaylidan o'lib ketayotganlar, ro'yi jazo tufaylidan ro'yi sog'lomligi ig'ir darajada ta'sirga uchirgan insonlar oz emas. Lagerda o'lib ketganlarni o'z joyida ko'ydirish uchun,
lagerlarga yandaş qilib ko'pligan jasad ko'ydirish uylari selinganligi ma'lum. Lagerga solangan yosh va sog'lom kishilarning qonunsiz organ almashtirishning organ manbasiga aylanayotganligi xalqaroning alohida diqqatini qo'zg'ayotgan bir masalaga aylanmoqda. Lager ichidagilarga har xil sirliq dorilar berilganligi, lagerdan qo'yib berilgandan keyin ba'zilarning uzunga bormay o'lib ketganligi, yana ba'zilarning bo'lsa aqlini yo'qotib, boshqa bir odamga aylanib qolganligi, ayollarning bo'lsa hayz to'xtab qolganligi o'tirg'i qo'yilmoqda. Ondan başqa lager ichidagi yosh ayollarning fohishilik qilishga majburlanganligi, lagerda yangigan ayollarning bolalari elib ketilib, ularning sutlari qonunsiz odam suti sodisi uchun elib ketilganligi ma'lum. Eng muhimi, lager ichidagilarga berilgan yemak-ichmak alohida nachar bo'lib, egilgan uchurlarga asoslanganda lagerda berilgan tamoq tarkibida odam badaniga zarur bo'lgan ba'zi oziqlik moddalar bo'libmi oqsil moddasi yetarlik bo'lmaslik ahvoli og'ir. Odam badani kundalik yemakliklardan yetarlik oqsil moddasiga erishalmaganda oqsil kamlik kelib chiqadi. Oqsil kam bo'lgan kishilarning inkosi va tafakkuri ojiz keladi. Badanda bo'libmi qo'saq qismida suvliq ishiq kelib chiqadi. Natijada badan o'rg'laydi, odam jismoniy va ruhiy jihatdan ojizlaydi. Qo'saq qismi suvliq ishish tufaylidan yo'g'inaydi. Lager sirtida bo'lsa, til yeziq, urf-odat va diniy e'tiqodimizning ig'ir darajada cheklamaga uchrayotganligi, millionlagan kitoblarimizning ko'ydirib etilganligi, ko'plagan masjidlarning cheqib etilganligi, xalqimizning majburiy cho'shqi go'shi yegizilayotganligi, qizlarimizning majburiy o'ylantirilayotganligi, millatning kelgusi bo'lgan millionlarcha bolalarimizni ota-onasidan ayirib, ularni kommunizm ideyasi bilan tarbiyalayotganligi ma'lum. Yuqorqilardan shundoq xulos chiqarishga bo'ladi-ki, Xitoy hukumati lager ichida fizikalik qirg'inchilik ilib berayotgan bo'lsa, lager sirtida madaniy qirg'inchilik ilib berayotdi. Eng muhimi, keng xalq ommasiga nisbatan psixikalik urush qo'zg'ab, butun millatni ruhiy jihatdan yo'q qilishga urinayotdi. Odatda psixikalik urush o'q etilmaydigan urush deb atiladigan bo'lib, u ikki xil jazolash orqali ilib beriladi. Uning biri bevosita jazolash, yana biri vositalik jazolash. Bevosita jazolash deganimiz ruhiy jihatda vayron qilmoqchi bo'lgan insonni jismoniy va ruhiy jihatdan bevosita jazolashni ko'zda tutadigan bo'lib, u har xil usullar bilan qiynash, tan jazosi berish, haqorat qilish, qo'rqitish, tahdid qilish, inkor qilish qatorliqlarni o'z ichiga oladi. Vositalik jazolash deganimiz ruhiy jihatdan vayron qilmoqchi bo'lgan odamga nisbatan hech qanday konkret jazo qo'llanmasdan ularning yaqin urug' tuqqan va do'st birodarlarni jazolash orqali ularga ruhiy azob berishni ko'zda tutadigan bo'lib, u yeziq, ovoz, surat shakldagi har xil qo'rqinchli uchurlarni ko'rsatish yoki anglitishlarni o'z ichiga oladi.
Ondan başqa o'xshash narsani o'zliksiz takrorlash orqali insonlarning taqatini vayron qilib, ularning irodasini yo'q qilish, tan bergizish qatorliqlarni o'z ichiga oladi. Bularning hammasi insonlarning ruhiy kayfiyatiga ig'ir darajada ta'sir ko'rsatadi. İnsanlarning ruhiy va jismoniy sog'lomligida ig'ir masala paydo bo'ladi. Natijada insonlarning mijoz xulqi, xarakteri va tafakkur qilish usuli o'zgaradi. O'ziga bo'lgan ishonchi yo'qaydi. Bu xildagi o'zgarishlar u jazolash tugagandan keyinmi uzun bir zaman davom qiladi. Hatta keyingi avlodlarga ta'sir ko'rsatadi. Undaqda biz nima qilishimiz kerak? Ishonamanki, vatan millatning taqdiri uchun bosh qotirayotgan va millatning davosini qilayotgan har bir inson qo'lidan kelishicha tirishchanlik ko'rsatyotdi. O'xshamagan tashkilotlar o'xshamagan usulda da'vo ilib beryotdi. Har xil qarshilik namoyishlar o'tkazilyotdi. Millatning ahvolini anglitadigan har xil leksiyalar so'zlanyotdi. Guvohlik berish va imzo to'plashlar bo'lyotdi. Shuning bilan bir vaqtda bir qism kishilar "Men to'g'ri, sen xato. Men mustaqilchi, sen avtonomiyatchi. Men qahramon, sen xoin" degandaklarni talishib, o'zaro ittifoqsizlik va o'zaro ko'ngil og'riqi paydo qilyotdi. Bular o'lmakning ustiga tepmak degandak muhojiratdagi xalqimizning ruhiy holatiga va psixikasiga salbiy ta'sirlarni ko'rsatyotdi. Umuman qilib aytganda, bizning hozirgi da'vo lagerni markaz qilgan holda vatanning hozirgi vaziyatini xalqaroga anglitish orqali xalqaroning yesdoshligi va qo'llashiga erishib, Xitoy hokimiyatiga besim qilishni qo'lga keltirish orqali lagerlarni taqashga markazlashgan bo'lib, bu jihatda belgilik natijalar o'ttirg'i chiqqan bo'lsa-mu, biroq yanala Xitoy hukumatiga qattiq besim qilg'idak darajada emas. Amerika boshliq g'arb davlatlari, Yevropa birligi va Birlashgan Davlatlar Tashkiloti Inson haq-huquqi komitetidagi 22 davlat Xitoy hukumatining Uyg'urlarga qaratgan qattiq siyosatini ayblab, Xitoy hokimiyatidan lagerni taqashni talab qilgan bo'lsa, nihoyatda afsus, ko'p sonda musulmon davlatlarni o'z ichiga olgan 37 davlat Xitoy hukumatining Uyg'urlarga yurgizayotgan hozirgi siyosatini qo'llaydiganligini bildiryapti. Amerikaning 3-chi qitimliq prezidenti Thomas Jefferson mundaq degan ekan: Agar siz o'zingizning qanday odam ekanligingizni bilmoqchi bo'lsangiz, so'ramang, bir ish qiling. Sizning qilgan ish harakatingiz sizning qanday odam ekanligingizni tasvirlaydi va sizning qanday odam ekanligingizga aniqlama berdi. Mening qarshimcha lager cho'qim taqiladi. Balkim xalqaroning besim bilan taqilishi mumkin, balkim Xitoy hukumati lager orqali yetmoqchi bo'lgan maqsadiga yetganda taqilishi mumkin. U faqatla vaqt masalasi. Agar lager taqalsa, lager ichidagi jismoniy va ruhiy iskanji ichida yashayotgan xalqimiz oilastikilar bilan jam bo'lib, oz to'la nafas elish fursatiga ega bo'lishi mumkin. Bu bizga nisbatan albatta xushal bo'ladigan bir ish.
Biroq lagerlar taqalsa, bugungi kunda xalqimiz yuzlangan psixikalik urush oxirlashamdi. Lager taqalsa, xalqimiz yuzlangan madaniy qirg'inchilik oxirlashamdi. Lager taqalsa, xalqimiz yuzlangan milliy kimlik vayron bo'lish tahdidi oxirlashamdi. Lager taqalsa, biz o'tgan 70 yildan beri qayta yuzlangan har xil masalalar hal bo'lamdi. Men bu jihatda burun yozgan bir maqolamdimi o'z ko'z qarashimni va andishlarimni o'ttirib qo'yib o'tgan edim. Meningcha bu hammamizning atrofliq o'ylashib beqishiga arziydigan muhim masala. Bizning masalamiz yolg'iz ijtimoiy taratqularda shuar to'lash bilan hal bo'ladigan masala emas. Bizning masalamiz yolg'iz boshqalarni inkor qilish va boshqalarni xoin, josus deb haqoratlash bilan hal bo'lmaydi. Bizning masalamiz yolg'iz Xitoy hokimiyatiga qarshi namoyish qilish bilanla hal bo'lmaydi. Bizning masalamiz yolg'iz boshqalarga dardimizni anglatish va boshqalarning yesdoshligini qo'zg'ash bilan hal bo'lmaydi. Bizning masalamiz yolg'iz boshqalardan mustaqillik talab qilgang'ila hal bo'lmaydi. Bizga nisbatan xalqaroning qo'llashi bak muhim. Biroq bizga nisbatan texmi muhim bo'lg'ini xalqimizning umumyuzlik uyg'onishi va xalqimizning umumyuzlik harakatga kelishi. Vatandagi urug' tuqqanlar bilan aloqasi uzilib, urug' tuqqanlarning izdirkini ololmagan va millatning yo'qolib ketishidan andish qilgan har bir vijdon egisi masalani tezdan hal qilish uchun qo'ldan kelishcha tirishchanlik ko'rsatib kelyotdi. Natijada xalqimizning zehni va davoyimiz qisqa muddatlik ishlarga markazlashib kelyotdi. Hammaylar ko'rayotgandek ishlar bizning umid qilganimizdek bo'lmayotdi. Agar bundaq ketaversa, xalqimiz kutgan natijaga erishib bo'g'icha umidni yo'qotib, ro'yi jihatdan texmi tez tugishib ketishi mumkin. Shunga bizda cho'qim qisqa va uzun muddatlik bir plan bo'lishi kerak. Qilayotgan ishlarda yiroqni ko'zlagan izchillik bo'lishi kerak. O'xshamagan tashkilotlar o'zaro inkor qilishni to'xtatib, keng doirada birlik sap tuzab, o'zaro xizmat taqsimoti elib berish kerak. Xitoy hukumatining xalqimizga qarta elib berayotgan psixikalik urushining ta'sir doirasini eng yuqori darajada tuvallatish uchun xalqimiz ichida vahima paydo qilishdan saqlanishimiz kerak. Ko'tarolmasang sangiltib ol degandek mavjud masalalarni hal qilishga chorasiz qolganda, hozir qilayotgan ishlardan boshqa alohida bir ish qo'limizdan kelmagan ahvol ostida xalqimizga mavjud masalalarni qandoq hal qilishning chora tadbirlarini tashviq qilishning o'rniga kelish manbasi aniq bo'lmagan va xalqimiz ichida vahima paydo qiladigan uchur xabarlarni ko'p tarqitish xalqimiz ichida texmi ig'ir ro'yi zaxmi paydo qilishi mumkin. Shunga masalani o'ttirg'i qo'yishdan maqsad yolg'iz boshqalarni uningdan xabardor qilib qo'yish bilan cheklanmasdan, eng muhimi masalani hal qilishga o'rtaq chora tepish uchun bo'lishi kerak.
biz hər cəhətdə bir-birimizni qo'llashimiz, boshqalarning o'yiniga kelmasligimiz kerak. Tugidi. 2019 yil 13 iyun.